Agar yer shari tuyuqsiz qarshi yo'nalishda aylansa, ya'ni quyosh g'arbdan chiqsa, insonlar yana qanchalik bardoshlik bera oladi? Qarshi yo'nalishda aylangan shu aman, tuyuqsiz kelgan qarshi yo'nalishdagi kuch yer yuzidagi ko'p qism qurilishlarning ulidan tortib qumurilishni keltirib chiqaradi. İnsanlar ve hayvanlarni o'z ichiga olgan ko'p xil narsalar bo'shliqqa qarab uchadi. Hamda soatiga 2000 kilometrlik sur'atda g'arbdan sharqqa yo'tkiladi. Yer shari qarshi yo'nalishda aylanib 1 minutdan keyin oqmoq xususiyatga ega dengiz okeanlar inersiya sababidan kontrolligini yo'qotadi. Shuning bilan yer shari xarakterlik dengiz toshqini paydo bo'lib, Moldaviya, Yaponiyaga o'xshagan ko'plagan orollar butunlay suvga g'arq bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda butun yer sharidagi shamol yo'linishida g'oyat zo'r o'zgarish yuz beradi va soatlik sur'ati 1600 kilometrga yetadigan darajadan tashqari bo'ron shakllanadi. Bo'ron yetib borgan joylar, mayli Nyu-Yorkdagi osmonpalak bino bo'lsin yoki Misrdagi alihramlar bo'lsin, hammasi butunlay vayron bo'ladi. Yer shari qarshi yo'nalishda aylanib bir kundan keyin agar siz hayot qola olsangiz, siz quyoshning g'arbdan sharqqa ko'tarilishiga o'z ko'zingiz bilan shohid bo'lasiz. Gerçi bir gün yanıla 24 saat bolsunmu, lekin dünya miqyosida barliq vaqt rayonlari qaytadan tiziladi. Yer shari qarshi yo'nalishda aylanib bir haftadan keyin yer markazi ig'ir zaxmiga uchraganlikdan yer sharining magnit maydonidami bara-bara o'zgarish bo'lishga boshlaydi. Bu balkim GPSning qardan chiqishini, kompasning mashg'ulotdan to'xtashini keltirib chiqaradi. Hamda barliq magnit maydonidan foydalanib kuch ilib boradigan hayvonlarning hammasi yo'lanish sezimini yo'qotadi. Yer postumu har vaqt yemirilishga tayyor turib, tog'lar va daryo iqinlaridami tavrinish paydo bo'lishga boshlaydi. Magnit maydonining uzluksiz ojizlashiga ergishib, shiddatli quyosh bo'roni va olamdan kelgan yuqori o'rinliq radiatsiya yer sharining atmosfera qavitidan o'tadi hamda yer yuzini bevosita yo'ritadi. Shu vaqtda insonlar faqat yer osti qo'rg'onlarga yo'tkilish orqali hayotini aron saqlab qola oladi. Yer shari qarshi yo'nalishda aylanib bir oydan keyin okean iqimida osmon zamin o'zgarish yuz beradi. Dengiz okeanlar yer sharining 71% dan ko'pragini egallaganlikdan, uning har bir qitimliq harakati butun yer shari klimatiga g'oyat zo'r ta'sir paydo qila oladi. Yer shari qarshi yo'nalishda aylanib qolsa, Atlantik okeandagi okean iqimlari butunlay yo'qoladi. Aksiya, Tinch okeanda yana bir Atlantik okeandagiga o'xshab ketadigan okean iqimi paydo bo'lib, issiqlikni qaytadan taqsimlashga mas'ul bo'ladi. Bu yangi okean iqimi Afrikadagi Sahroy kabi cho'lning yo'qolishini hamda uning bara-bara bir issiq qalbaq o'rmoniga aylanishini keltirib chiqaradi. Lekin buning badaliga Shimoliy va Janubiy Amerika qit'asini o'z ichiga olgan bir qadar cho'ng rayonlarning hammasi qumliq baldaga aylanadi. Yer shari qarshi yo'nalishda aylanib 20 yildan keyin Yevropaning muhitida g'oyat zo'r o'zgarish yuz beradi. Tinch okeandan kelgan sovuq iqim bu rayon temperaturasining tez suratda tuvanlashini keltirib chiqaradi. Insonlar iliq rayonlarga ko'chib berib turmush kechirmay bo'lmaydi. Lekin ilgari intayin sovuq bo'lgan Rossiya okean iqimining ta'sirida bara-bara illashga boshlaydi. Yer shari qarshi yo'nalishda aylanib 1 yildan keyin yer sharidagi hayotlik formatsiyasida cho'ng o'xshamaslik kelib chiqadi. Dengiz okeanda ko'k yusillar boshqa layliguvchi o'simliklarga qaraganda texmi afzallikni egallaydi. Necha milliard yil ilgari dastlabki ko'k yusillar fotosintez elib borgan hamda oksigen qo'yib berib, butun yer shari atmosferasini oksigensiz holatdan oksigenli holatga elib kirgan. Mana bu har xil hayotliklarning mavjud bo'lishiga sharoit yaratib bergan. Yer shari qarshi yo'nalishda aylanib qolsa, ko'k yusillarning yashash doirasi shiddat bilan kengayadi. Shuning bilan bir vaqtda atmosferadagi oksigen miqdorini yana bir qadam o'zgartib, oksigenni zo'r miqdorda oshiradi. Lekin mo'l oksigenli holat hozir mavjud bo'lgan ko'p sondagi jonlilarning yashashiga mos kelmaydi. İnsanlarmı oksigenni ziyoda sumirganlikdan zaharlanib qolishi mumkin. Lekin barliq yer sharining qarshi yo'nalishda aylanishiga, ya'ni quyoshning g'arbdan chiqishiga munosabatli ishlar hozir faqat bizning tasavvurimiz bilan cheklanadi. Chunki quyosh g'arbdan chiqqandan keyingi necha sekundlar biz balkim bu dunyodan butunlay yo'qolishimiz mumkin. Garchi ba'zi hayotliklar hayot qola olasimi, eng ko'p bo'lganda 1 yildan oshiq bardoshlik bera olmaydi. Tabiat dunyosi oldida insonlar yanala intayin ojizdek ko'rinadi. Şunu bizning tag'i yuz bermagan ishlar uchun asrashimizning zaruriyati yo'qdek qiladi. Bizning qilishimiz zarur bo'lgani ziyoda qisqa bo'lgan necha 10 yillik hayotimizda navbatdagi har bir kunimizni astoydil va qadrlab o'tkazish bo'ldi. Bu qitimliq mazmun oxirlashdi.